Assalomu alaykum jamoat. Qandaysizlar? Tuzaymizlar aka-uka do'stlar. Kecha kelganmiz. Bugun mana bitta obzor bor, xudo xolasa. Bugun bitta pachim bor, sota. Suvlar tushishni boshladi. Suvlar tushib ketyapti. Bitta farelchik bor mana, farel. Ushadik mana. Mana bitta farel chiqdi mana. Xudo xolasa. Bugun ham nachovka qilamiz. Suvlar sekin-sekin tushishni boshlayapti. Kechki paytga kelganda ko'tariladi mana. Ancha bir 1 metr tushib ketdi, 1,5 metr dashtdan bo'ladi. Daralar tagida salqinda. Mana aka nima qilyapti desak, mana toshlar orasida malyuglar qolib ketyapti ekan. Mana toshlar orasida malyuglar qolib ketyapti ekan. Terib qo'ydim mana. Mana malyuglar. Ko'rdinglarmi? Farel mashina yaxshi chiqar ekanda, farel. Zo'r chiqar ekan mashina, farel jivet. Endi rezinkaga ham chiqyapti. Malyuglar yaxshi chiqar. Bu havoda mana shamollar bo'lyapti zo'r. Mana xudo xolasa mana. Endi trofeylar chiqqanda xudo xolasa nima qilamiz? Layklar bosib esdan chiqmasin. Xudo xolasa yaxshi video obzorlar qilamiz. Trofeylar tushganda xudo xolasa. Mayli tinch olasizlar. Yanagi obzorgacha omon bo'lasizlar. Salomat bo'lasizlar. Kommentariyalariga yozib nima qilib qo'yasizlar. Obuna bo'lib qo'yasizlar.